Hech qachon bizning dinimizda ayol o'z holicha qarovsiz tashlab qo'yilmaydi. Hamma ta'minotini otasi qiladi. Turmushga bergandan keyin uni himoyachisi, hamma ta'minotini zimmasiga olgan eri bo'ladi. Mana bu otalar ertaga qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida savol-javobga tortiladi. Ayol kishi u qiz bola bo'ladi. Qizlik paytida uning himoyachisi otasi hamma narsasini qiladi. Hamma ta'minotini qiladi. To uni turmushga uzatguniga qadar. Turmushga bergandan keyin uni himoyachisi, hamma ta'minotini zimmasiga olgan eri bo'ladi. Mabodo yoshi keksayib, eri ham vafot etadigan bo'lsa, uning o'g'illari onani hamma ta'minotini qiladi. Hech qachon bizning dinimizda ayol o'z holicha qarovsiz tashlab qo'yilmaydi. Lekin men afsuslar bo'lsin, bu gapni men ko'p aytganman, yana aytaman. Jamiyatda bo'lib turibdi shunga o'xshagan voqealar. Ba'zi oilalarda ajrash bo'ladi. Avvalo Alloh taolo o'zi asrasin, hech bir oila ajrashmasin. Ba'zi holatlarda erkaklar 3 ta qizi yoki 3 ta 4 ta o'g'il qiz aralash tashab ketib ayolini javobini berib o'rgan. Bu boshqa oila qurib yashayapti bu ota. Uni qo'lida mol dunyosi ham bor kerak bo'lsa ba'zilarini. Lekin farzandlaridan borib bir marta xabar olishga yaramaydigan otalar juda ham ko'p hozir. Shariatning hukmi bu. U erkak ajrashgandan keyin ham qizlarini, ya'ni ajrashgan xotinining qo'lida turgan qizlarini to nikohga uzatib bir erga berguniga qadar hamma ta'minotini otasi qiladi. Yediradi, ichiradi, kiyintiradi, bog'chasi ta'minotini qiladi agar bog'chaga bersa, o'qish ta'minotini qiladi. Hamma, agar bemor bo'lsa davolatadi. Hammasini qiladi. O'g'il bola o'zi voyaga yetib moli dunyo topish yoshiga yetguniga qadar o'g'illarini to'liq ta'minotini ota qiladi. Endi siz o'ylab qarang. U yoqda 5 ta farzand tashab qo'yibdi, qaragani ham yo'q. Mana bu otalar ertaga qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida savol-javobga tortiladi. Bunaqa holatlar juda ham ko'p jamiyatimizda.